Qutluk salam. Hammalarning talabiga binoan shu oilada o'zgacha bo'lgan quymoq selish usuli. Bugungi darsimiz huzuringlarda bo'lsin. Buningga ketarlik materiallar 1,5 kilo un, 2 tal tuxum. Yana yarım sirkaydan kichikroq azroq süt, bir cho'nchini suv, siyriq maya, tuzsiz muvofiq miqdorda ximiturush, ferima, tuz, bir vash savzini bu mashinamizda ushshaq qalqanda qilib olamiz qizlar. Ana savzimizni ushshaq talqanda qilib oldik, kepakda qilib etdik. Hazır əmdi macavurğu tökümüz. Ana abayqı materiallarının hammasini unga saldık qızlar əmdi. Sütünü qoyduq. Abayqı ılıman su bilan mantının ximiridek boş emas, qattiq emas ximir yug'urimiz. Ximir yug'urga altını bir qulamda kökitamiz. Qızlar ximirini yug'ur tayyor qilib bolduq. Men bir qulamda bo'lg'ashqa men yug'urish jarayonini köketmedim. Boş emas, ching emas mantinikidekli bo'ldi. Buni əmdi ching o'rab issiq yerga qo'yib bo'lgandan keyin qolgan mashg'ulotni ko'ramiz qizlar. Mana ximirimiz shunda tez ko'pdi. Shunchalik ko'pdi. Meyaxt suyuqchimiz qaynayotdi. Mana. Endi tayyor qilgan avatda. Xonim qizlar, abay bo'lgan ximirimizni mana mantinikidek zugul tutib qo'ydik. Birdan tingandan keyin buni bunda yapılaqliq qiliblam, ma cho'kimizni o'ttirnimida teshiblam qo'yamiz. Maychilikimizni qishimizga akab turib, mayni qo'yib turib, xonimlar cho'kida o'ttirni teshiblam mana. Qozonga saldik. Mana qizartiblam alsaq bo'ldi qizlar. Mana qizlar shunda yumshoq, shunchalik yeyishlik chiqdi qizlar. Uyda sinab yiqinglar, shunda yumshoq. Hanım qizlar, savzi quymoqlarimiz tayyor bo'ldi. Mossada shunda yumshoq. Buniki ozuqlik qiymatimni yuqori, ko'ngilga tegmaydi. Bunda o'g'illarimizni iste'mol qilsak bo'ldi. Hammalarning fazilat taqsiz taom pishiriq salonimizga qadam tashrif qilishinglar